3 yil kutdim. Hali ham bu kelin tug'madi. Qachon men navara ko'tarib katta qilaman. Agar siz homilador bo'la olmayotgan bo'lsangiz, eng katta xatongiz kerakli va muhim tekshiruvlardan o'tmaslik. Birinchidan, sababini aniqlash shart. Bular nima? Hayot siklingizni bilishingiz kerak. Har oy yozib borishingiz kerak. Necha kunda kelishi, davomiyligini bilishimiz shart. Ikkinchidan, xo'jayiningizning spermogramma, morfologiya, testlarini bilishimiz shart va sizni ovulyatsiya bo'lyaptimi yo'qmi, uni har oy kuzatishimiz kerak. Uchinchidan, gormonal buzilish bo'lsa, gormonlarga hayzning 2-3 kunda kerakli gormonlar tavsiya qilamiz, unga topshirasiz. Va eng asosiysi, sizda tuxumdoningizda qancha zapas borligini AMG gormonida va UZI tekshiruvida bilib olamiz. To'g'ri ovqatlanish, to'g'ri turmush tarzingizni yo'lga qo'ying. Eng muhimi, shifokorga erta murojaat qiling. Qancha tez ko'rikka borib, sababini bilsangiz, natija shunda tezgina bo'ladi. Harakatni hozirdan boshlang. Siz ham baxtli ona, baxtli ota bo'lishingiz mumkin.